Respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida navbatdagi qonunbuzarlik holati fosh etildi. Xususan, joriy yilning 27 fevral kuni Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus tezkor qidiruv tadbiri davomida Buxoro shahridagi Mahmud Tarobiy mahallasida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada xonadon egasi o'z hovlisidagi molxonaning orqa qismida maxsus ajratilgan joyda jami 97 tub tarkibida giyohvandlik moddasi bo'lgan ko'knori o'simligini qonunga xilof ravishda ekib, parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, taqiqlangan ekinlarning balandligi 7 sm dan 15 sm gacha ekanligi, poyasining diametri 0,3 sm gacha hamda ho'l holatdagi umumiy massasi 45 grammni tashkil qilishi aniqlanib, tegishli tartibda ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirilib olingan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ham shubhali shaxslar, ularning nojo'ya xatti-harakatlari yoki shubhali faoliyat haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram botiga yoxud ekranda ko'rsatilgan kol markaz ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.